Hammaga salom do'stlar. Bugungi video roligimiz AdNXBetdan to'g'ri ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringizlar, tushunmay qolishingiz mumkin. Mana AdNXBet programmasini yuklab olganimizdan keyin mana shu ustida chiqadi. Keyin ichiga kiramiz. Ayni bu yerdan birinchi qilayotgan ishimiz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Bu yerda 4 xil usul bor. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha orqali ro'yxatdan o'tadi. Asosiylari, eng osonlari mana bir bosishda va telefon orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Men bir bosishda o'tyapman ro'yxatdan. Birinchisi mamlakat, qaysi davlatda bo'lsangiz o'sha yerni tanlaysiz. Keyingisi xohlagan valyutangizda o'ynasangiz bo'ladi. Dollar, yevro, rubl ham bor mana. Rubl deb yozsangiz mana pastda Rossiya rubli bor. Biz so'mda o'ynaymiz. Keyin bonusni sport uchun yoki kazino uchun tanlasangiz bo'ladi. Kazino va gambis o'yinlari uchun beradi. Men sport tanlayman. Keyin bu yerga promo kod yozish kerak do'stlar. Sizga 100% keyin bonus beradi. Bu yerga 1x chiziqcha 142 1300. Hamma shu promo kodni kiritadi. Sizga keyin 100% bonus beradi 2 million so'mgacha. Demak, keyin pastdagi galочка qilamiz. Keyin bu yerda bosamiz pastda. Yashil galочка. Bu yerda bizga kapcha chiqadi. Kapchadan to'g'ri ro'yxatdan o'tib olsak, bizlar yangi akkaunt ochib olgan bo'lamiz. Bu yerda peshahod deyapti. Agar yana chiqsa, yana belgilaymiz. Mana, belgilab bo'ldi. Endi bu joyini bosamiz. Mana do'stlar, bitta bo'ldi mana. Endi buni galeriyaga saqlab qo'yamiz. Mana shu login bilan parol esdan chiqmasin, yozib qo'ying yoki bir joyga. Masalan, akkauntingizga chiqib ketsa yoki boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, mana shu login bilan parol terib kirishingiz mumkin. Keyin bu yerda keyingisini bosamiz. Mana biz yangi akkaunt ochib oldik. Endi birinchi qilayotgan ishimiz pastda menu degan joy turibdi. Mana bu yerda futbolga pul tiksangiz bo'ladi. Keyin mana gambis o'yinlari, slot o'yinlari. Demak, pastda menu degan joyga o'tdik. Endi bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar topdim. Mana shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun mana qalamchani to'ldirish kerak. Endi telefon raqamini ulab qo'yingizlar. Gmail ulash shart emas. Telefon raqamini ulash, telefon raqamingizni kiritasiz, keyin keyingisiga bossangiz, keyin kod yuborasiz telefoningizga. Kod keladi, o'sha kodni tasdiqlasangiz, akkauntni telefon raqamini ulab olgan bo'lasiz. Keyin akkauntingiz ishonchliroq bo'ladi. O'shaning uchun men qalamchani bosdim. Endi bu yerda ismingizni, familiyangizni, otangizning ismini kiritasiz, pasportdan ma'lumotlaringizni kiritasiz bu yerga. Tug'ilgan sanani kiritasiz. Bu yerni bosamiz. Nechinchi yil bo'lsangiz tanlaysiz. Keyin bu yerdan o'tkazib OK deb bossangiz kiritiladi avtomatik. Tug'ilgan joyga kiritasiz. Kim qayerdan bo'lsa o'sha yerga kiritadi. Yashash manziliga shaharda yozib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki viloyat. Birinchisini tanlaysizlar, keyin masalan AA, keyin orqasiga raqamini yozasizlar do'stlar. Men shuncha namuna uchun yozdim. Pasportdagi ma'lumotlaringizni kiritasizlar. Keyin pasport qachon berilgan sanasini so'rayapti. Uni ham topib kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan degan joyi ham pasportda yozib qo'yilgan. Yana bir ikkita so'zlar bor, qolganini yozmayman. Keyin oxiriga EIB deysizlardan mana galochkani bosasiz. Mana barcha ma'lumotlar kiritib bo'lganlardan keyin saqlaydi.
Men hozir saqlamayman. Mana saqlagandan keyin qalamcha yo'qoladi. Keyin bu yerda mana burchakda настройка yana turibdi, настройка. Hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud. Bu yerdan bemalol hisob to'ldirib, pul chiqarishingiz mumkin. Shu bilan videolarimiz tugadi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying.